Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlarni Horbek Yorushaman. Bugungi video darsligimizda xuddi shu narsani HTML orqali yaratishni o'rganamiz. Xo'p, keling oldin sizlarga shuni birgalikda qilishni aytaylik. Bizda details kodi bor. Shuning ichiga summary deb yozamiz. Bu yerga bu yerni bosing deb shuni nusxalab qo'yamiz yoki sizlar yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerga endi hozir ptga bo'ladi, shu mana bu chiqayotgan matn uchun. Buni ham Ctrl saqlamiz va ptga o'tkazib bo'ldi. Keyin bitta asosiy narsani aytishni unutmang. Hamisha kodlarimizni e'tiborimiz asosan barcha kodlarimiz kichkina harfda bo'lishi kerak. Endi ba'zi bir joylarda mumkin katta harfda bo'lishi, endi bu vaziyatga qaraydi. Ko'rasizlar, birga bir o'xshadi. Albatta, mana meni yoqqan bo'lsa, meni ham YouTube kanalimga obuna bo'lib, like, kommentlar bosib boringlar. Siz yashagan matnni topdingiz. Aslida birinchi o'rinda detail so'raladi. Endi shunlarni bir shu ikkovi detail mana bu. Summary degani bu sarlavha. P deyish shuni ichida bunday bosganda paydo bo'ladigan matni. Ya'ni shunaqa vazifani shu kodlar bajarib beradi. Details summary P. Xuddi shunday. Xullas, sizlar bilan o'zim dasturchi bo'ldi. Hammaga omad, charchamang.